Ha, shogird nima bo'pti yana? Nima boshlading? Mana bu jiklarni qarang, 20 santimetrlik, 25 santimetrlik jiklar bizga nima keragi bor? Og'ir yuk qilib ishlamasa bularni. Iya, shogird. Ha bu ishlamasa shu yerda olib yuramizmi? Men senga hamisha aytaman. Arsenalingda hamma narsa bo'lishi kerak. Xohlasang, mana shu jiklarning bittasiga hozir ko'zing oldida baliq ushlab ko'rsataman. Qani ko'ramiz. Qanaqa baliq ushlar ekansiz? Ustozim sharmandani haqida kelyapti. Nega jim? Hozir bitta chiroyli paklovka bo'ldi, xudo xolasa. Ah, yaxshi. Voy, mashalloh. Ustoz, ko'rdingizmi? Ustoz Agirtning qilgan qiliqlarini. Voy, onanim ketdi. Yomon bo'ldi bo'ling. Ah, Mashalloh. Majini kutdingmi uni? Urganni ko'rdingmi? Çek. bu zachotniy baliq-da. Buni olsa bo'ladi, uyalmang. Sizlar kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Mana endi bitta narsani ko'rsatasan shogird bularga, mana qaranglar. Bu baliq. Mana bu kuchoy ko'rsating. Kuchoy. Mana primoy efir, hech bola yo'q, mana oldinglar. Mana endi baliq bilan mana endi jigi qaranglar. Bittalik kurchuk. Bittalik kurchuk, offset, mana jigi, mana qarish bilan ko'rsatamaslik. Mana Yoniga qo'yib ko'rsating. ona qo'barmoq ko'rsatating. Mana 18 sm. Mana sudak. Ko'rinyaptimi? Katta jigi ochishga qo'rqmanglar. Xudo xolisa rezultatlari bo'ladi. Baxtli bo'linglar.